Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Gazablok seximizdan Gazablok kanalimizga video joylayapmiz. Bugun 6-may 2025-yil. 450 markada qo'yayotgan gazabloklarimiz 450 da chiqqanlar. 20 ga sotmoq bo'lgan gazabloklar. Hop, bugundan 6-maydan boshlab 550 markaga o'tdik. Sement 550 markadagi sementda quyishni boshladik. Bugun chiqqan gazabloklar bular. Bular kecha chiqqan gazablok. Razmerlar hammasi joyida. Bu yoq 30, bu yoq 20, uzunligi 60. Pishiqligi yaxshi. Mustahkamligi a'lo darajada. İçeride hazır quyilish jarayoni bo'lyapti. Shuni ko'rsatib o'taman. 550 markada quyilayotgani. Quyilish jarayoni. Namangan bonus sement 550 markada. Bundan bu yoqqa faqat 550 markada qo'yamiz. Quyilish jarayoni bu yog'i. Bloklarimiz tayyor. Bu tomon ham birozdan keyin quyish boshlaydi. Yangi quyilgan gazabloklar. $550 markani ham 110 kilodan sement qo'shib qo'yayotganmiz. 110 kilodan har bitta qolibga 9 kilo 100 dan to'g'ri kelayotgan. Bu 450 turganlardagina bular qum. 500 dan 550 dagi sement. Kimga gazablok kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ekran nomerlarimizni qoldiramiz. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Ray gaz yoni eski 90-avtobaza. Hammaga kattakon rahmat. Bemalol maslahat, nima so'ramoqchi bo'lsangiz telefon qilaverasizlar.